O'zbekistonda 1-apreldan boshlab savdo va xizmat ko'rsatish sohasida yangi tartib kuchga kirdi. Endi ayrim tovar va xizmatlar uchun faqat naqd pulsiz, ya'ni bank kartalari orqali to'lov qilish mumkin bo'ladi. Bu haqda Soliq qo'mitasi rahbariyati vakillari matbuot anjumanida ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, jami 28 ming turdagi tovar va xizmatlar naqd pulsiz shaklda sotiladi. Shularning katta qismi, taxminan 22 ming turi tamaki va alkogol mahsulotlariga to'g'ri keladi. Ya'ni bu kabi mahsulotlarni xarid qilishda endilikda kartadan foydalanish majburiy hisoblanadi. Bundan tashqari 561 turdagi ko'chmas mulk va transport vositalari, shuningdek 56 turdagi davlat xizmatlari uchun ham to'lovlar faqat bank kartalari orqali amalga oshiriladi. Shu bilan birga narxi 25 million so'mdan yuqori bo'lgan 5000 turdagi mahsulotlar ham naqd pulsiz tartibda sotiladi. Mutaxassislar fikricha, bunday cheklovlar iqtisodiyotni soyadan chiqarish va soliq tushumlarini oshirishga xizmat qiladi. Ya'ni barcha operatsiyalar rasmiy tarzda qayd etilib, moliyaviy shaffoflik kuchayadi. Shuningdek, bu chora orqali ayrim tovarlar aylanmasi ustidan nazoratni kuchaytirish ham maqsad qilingan. Ayniqsa tamaki va alkogol mahsulotlari bozorida tartib o'rnatishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yangi qoidalar nafaqat do'konlarda, balki boshqa sohalarda ham amal qiladi. Xususan, kommunal to'lovlar, yoqilg'i quyish shoxobchalari, elektromobil zaryadlash nuqtalari, shuningdek, ishlab chiqarilganiga 10 yildan oshmagan ayrim toifadagi avtomobillarni oldi-sottisi ham faqat naqd pulsiz shaklda amalga oshiriladi, deya xabar beriladi.